Assalomu alaykum YouTube, Instagram obunachilari. Bugun qo'ylarni yotoq joylari pol bo'lgani yaxshimi, tuproqlay turgani yaxshimi, simin bo'lgani yaxshimi? Qo'ylarda uchrayotgan har xil kasalliklar va qo'ylarda 5 ta qo'yingiz bor Qo'tonda, yana 2 ta qo'chqor olib kelib qo'shdingiz deyik, ular shoxlashmasligi uchun nima qilish kerak? O'shalar haqida gaplashamiz. Agar siz yangidan qo'y boqayotgan bo'lsangiz, u joyingiz pol bo'lmasa, simindan ko'ra tuproqlay turgani yaxshi. Ho'l namliklar yerga so'riladi. Qo'yni o'zini axlati bilan yaxshi issiqlay turadi. Siminda shilta bo'lib ketadi. Qo'ylarni agar siz 5 ta qo'yingiz bor, siz yangidan 2 ta qo'y olib kelib qo'shdingiz, bular shoxlashyapti. Hammasini bunniga, yangi qo'ylarda ham, eski avvaldan bor qo'yingizda ham bunniga ozgina vishnyovskiy surkab qo'ying. O'shanda bir-birini hidlab taniydi qo'ylar, shoxlashishi kam bo'ladi. Negaki shoxlashganda ko'pincha bir-biriga juda qattiq ozor yetkazib qo'yishi mumkin. Yana bitta narsani aytish kerakki, qo'ylarda oxirida bir xil narsa tashlamang, har xil narsa tashlang, qo'ylar tanlab yeydi.